O'rtoqlar, Yunusobod 5-kvartal Qo'shchinor mahallasiga kelganmiz. Menga korobka uy kerak. Ishlarni o'zim did bilan chiroyli qilib remont qilib oladiganligi zo'r variant topib qo'ydik. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Uyga kiraverish, bu yoqda oshxona joylashgan, uyimiz studiya formatida qurilgan. Bu yo'layotgan joylarga e'tibor beringizlar. Bu yoqda kattagina mehmonxona joylashgan. Uyimiz 1/4 sotuvdan iborat. Uyimizda elektr ishlari bitgan, suvoqdan chiqqan. Birinchi etajimiz uchun sanuzel joylashgan bu yoqda. Endi sizlarga ikkinchi etajni ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi etajga chiqib kelarkansiz, bu yoqda koridor joylashgan, o'zini hovliga qilgan romlari ham bor. To'g'rida esa ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, uyimizning narxini ham aytib o'tamiz. Bu uyimiz ayniqsa yosh oilalar uchun ajoyib variant. Bu yoqda ikkinchi etajimiz uchun sanuzel joylashgan va yonida bolalar yotoqxonasi. Uyimizda ham podol qismi bor, uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Podol qismimiz 3 ta xonaga bo'lingan. Har bir xonaga yorug'lik yetarli darajada tushib turibdi, ko'rasizlar. Video orqali sizlarga to'liq ko'rsatib bera olmasligimiz mumkin. Qiziqqan odam kelib ko'rishini maslahat beramiz. Uyimizdan chiroyli va sifatli qurilgan. Orientirga kelsak, 17-maydonchani bilasizlar, o'shaning ro'parasida Qo'shchinor mahallasi bor, yonida Evs joylashgan. Eski nomdor choyxona desa ham bu yerda bilishadi. Fayzli, tinch mahalla. Uy egalari 140 ming so'rashyapti. Yana tepasida kelib gaplashsanglar, kelishtirib berishadi. Pastda uy egalari nomerini qoldiramiz, bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar.